To'xta va gapimni diqqat bilan eshit. Agar semirib ketsang, odamlar ko'p ovqat yedi deb o'ylashadi. Agar ozib ketsang, odamlar seni kasal deb o'ylashadi. Agar yaxshi kiyinsang, maqtanyapti deb o'ylashadi. Agar oddiy kiyinsang, puli yo'q deyshadi. Agar sen jiddiy bo'lsang, sen zerikarlisan. Agar kulgili bo'lsang, ularni nazarida detskiysan. Agar ko'nglingdagidek boricha gapirsang, sen qo'polsan. Agar muvaffaqiyatli bo'lsang, sen kibrlisan. Agar qiynalayotgan bo'lsang, sen dangasasan. Agar sen saxiy bo'lsang, sen soddasan. Agar sen baxil bo'lsang, senga ishonib bo'lmaydi. Bu hayotda nima qilishingdan qat'iy nazar odamlar har doim nimadir deydi. Shuning uchun o'zingni qoniqtirgan ishni qil, o'z hayotingga yasha. Agar videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada qoldirib, qaytgancha har kungi foydali storieslarimizni ham kuzatib boring. To'xta va gapimni diqqat bilan eshit. Agar semirib ketsang, odamlar ko'p ovqat yedi deb o'ylashadi. Agar ozib ketsang, odamlar seni kasal deb o'ylashadi. Agar yaxshi kiyinsang, maqtanyapti deb o'ylashadi. Agar oddiy kiyinsang, puli yo'q deyshadi. Agar sen jiddiy bo'lsang, sen zerikarlisan. Agar kulgili bo'lsang, ularni nazarida detskiysan.